Bir marta foydasi tegmay qolsin, atrofingizda odamlar shu qadar o'zgaradiki, hatto buni sizga sezdirishmaydi. Sekin-sekin siz uchun qilgan har bir ishini minnat qilishni boshlaydi ekan. Lekin bu dunyoda ikki inson bor. Ular boringizda ham, yo'g'ingizda ham doim yelkadosh bo'ladi. Ota hech qachon boqib qo'yganini minnat qilmaydi. Ona siz uchun har qanday holatda ham yordam qo'lini cho'zadi. Har kimga ham ishonib qolmang, qolganlar foydasi tekkuncha. Bir marta foydasi tegmay qolsin, atrofingizda odamlar shu qadar o'zgaradiki, hatto buni sizga sezdirishmaydi. Sekin-sekin siz uchun qilgan har bir ishini minnat qilishni boshlaydi ekan. Lekin bu dunyoda ikki inson bor. Ular boringizda ham, yo'g'ingizda ham doim yelkadosh bo'ladi. Ota hech qachon boqib qo'yganini minnat qilmaydi. Ona siz uchun har qanday holatda ham yordam qo'lini cho'zadi. Har kimga ham ishonib qolmang, qolganlar foydasi tekkuncha.